Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda do'konimizdagi lyustralarni bir qator ko'rsatib, obzor qilib ko'rsatamiz. Buni videoni qarang, mana bahasi 2.900.000 so'mdan. Zo'r narsa. Tak, bunda ham diod bo'ladi ekan, ham lampochka bo'ladi. Bundan tashqari to'yxonalarga qo'yish uchun 210 ekan uzunligi. Yeni 65lik. Bahası 3.900.000 so'm. Mana qaranglar, bahasini arzon. Bundan ham qaytiladi. Bunda 4.400.000 so'mdan. Bu var 6.800.000 so'mdan. Bunun uchun qimmat desanizlar, beri marmar tosh bo'ladi buni. Vidlari qo'shiladi. Bu var 5.5 million so'mdan 2.5 metrmi shunday chiqib qoladi bu. Toshlar ham uzun. Mana bu marmar tosh bo'ladi yana. Ağır narsa, lekin sifatli. Bundan tashqari to'yxonalar uchun toza lyustramiz keldi. Bo'yi 3 metr chiqadi menimcha. Video tim qo'shiladi ekan. Bu diod bo'ladi. İçi diod yanadi. 3 xil svetda yanadi bular. Oq, sariq, молочный bu. Bundan tashqari bularimiz bor. Buni bahasi hali chiqmadi. Bugun chiqadi, xudo xolasa bahasi. Buni bahasi 3.700.000 so'm. Bular pastga tushadi. Hozir bu yerda stabda turgani uchun ko'tarib qo'yibmiz. Bularni pastga tushirib qo'ysa bo'ladi. Bundan tashqari bularimiz bor. Haytegi solunda. Buning bahasi 4.500.000 so'm. Bu ham shu 3 xil svet bo'lib yanadi. Bu lyustramizdan bor. Keyin qilichlarimiz bor mana. Bu yerda ham arzon chiqadi. 3.400.000 so'mdan. 1.80 boyu. Bundan tashqari klassik shaxoli lyustralarimizdan bor. Vidlari qo'shiladi, rangini qarangda. Dumniya bishni. Keyin bu yerda yana 3 metrlik lyustramiz bor. Shaxoli. Tim zo'r narsa. Bahasi 10 million so'm qaytib kelishtirilib beriladi bundan. Bemalol kelib olsangizlar bo'ladi. Shaxollarimiz bor bunda. Kommentariyada yozib qolsangizlar birma-bir obzor qilib ko'rsatamiz. Tak. Bunday pet lyustramizdan ham bor. Niye bishni narsa bu. Shaxoli. Bundan tashqari yana 1 metrlik lyustralarimizdan ham bor do'konimizda. Har xil. Buni videodan qaranglar. 1.20 mi? 1 metrmi shunday chiqadi. Bu bahasi 3 million so'm. Bu 4.600.000 so'm. 2 etaj bo'ladi. Video zo'r. Bundan tashqari buni qarasangizlar 2.200.000 so'm. Bo'yi 1.80lik. 2 etajli uylarga qo'ysam bo'ladi, qo'shgan narsa edi. Ularımızdan bor. Bemalol kelib olsangizlar bo'ladi. Hammani do'konimizda kutib qolamiz.